Hayz buzilishi organik bo'lishi mumkin yoki funksional bo'lishi mumkin. Organik deganda o'sha miomalarimiz yoki bo'lmasam poliplar bo'lishi mumkin, endometriozlar yoki giperplaziya deymiz, bachadonni ichki qavatida yallig'lanish hisobiga kelib chiqishi mumkin. Juda katta diffuzniy endometrioz adenomiozlardan kelib chiqishi mumkin narushение yoki gormonal buzilishlardan kelib chiqadi. Menstruatsiyani 3 oyda 4 oyda bir kelishi deylik. Yoki bo'lmasam masofasini qisqarishi. Biz menstrual siklni 24 kun bilan 34 kun deb norma hisoblasak, yoki 21 kunda kelishi yoki 34 kundan oshib ketib turib 36 kundan oshib ketsa, bu hayz siklining buzilishi deyiladi. Ultratovush tekshiruvidan o'tdingiz, MRTdan o'tdingiz, ginekologik ko'rikdan o'tdingiz. Bu yerda agarda organik hech qanaqa kasalliklar ko'rmasangiz va hayz buzilishi bor bo'lsa, demakki bizlar funksional o'zgarishlarga e'tibor beramiz. Yoki qalqonsimon bezda gipofunksiya bo'lishi mumkin. Gormonal metabolitik sindrom, kortizol ko'payadi, insulin ko'payadi, ayollarda semizlik ko'riladi. Bunda ham hayz buzilishi bo'ladi. Bunlar hammasi funksional o'zgarishlar hisoblanadi. Albatta bu tashxisni tasdiqlab beruvchi ginekolog vrachi hisoblanadi.